Do'stim, nima bo'ldi? Do'stim, nima bo'ldi? Qo'yib Ha, bo'pti nima? Vaziyatga qarab olaman-da. Do'stim, Yaxshimisan? charchamayapsan, rahmat. Sog'liging yaxshimi? Ashuna nima muammo bo'lyapti? Nima baqir-chaqir qilyapsan? Ko'rmaysanmi? O'sha har kuni chiqib ketyapsan, shashtiga ol, uni ol, buni ol deyishadi. Vaziyatga qarayman, o'maylar. Do'st ketyapman, jigar gaplashamiz. Lekin ona g'animatligini unutma. Do'st, qo'y, endi aqllilik qilmasang ham. Chiqyapsan do'stim. Ha, chiqdim. Bugungi вообще zo'r dahshatlardan gaplashib qo'yganman. Mazza qilib dam olamiz endi. Noto'g'ri yo'ldasan do'stim. Ha do'stim, bugun bormasak bo'lmaydi. Qilishda shu bugun bormaylik shu yerga bir mana shashlik olib ota-onamni ko'rib beray uyga kelib. Kelinglar mehmonlar. Assalomu alaykum aka, hormat charchamayapsiz. Assalomu alaykum aka, kelinglar. Nima azimat akalar? Onamga shashlik olmoqchi edim. Aka, 4 ta shashligingizni yumshog'idan qo'yib pishirib bering. Onam yegisi kelibdi. Aka bo'ldi, onangizga bo'lsa zo'r qilib pishirib beramiz. Shu ishingni yaxshi qilding. Onang ham xursand bo'ladigan bo'ldi. Meni ham ko'zim ochding do'stim. Akalar, shashliginglar tayyor xudo xolasa. Qancha oldi aka? Akalar, mana shashlikni onangizga olib borib yediringlar. Bizni shunchaki duo qilib qo'ysa yetadi. Biz vaqtida onamizni duosini ola olmaganmiz, ulgurmaganmiz. Men bo'lmasam shashlik berib, onangni xursand qilib chiq. Bo'ldi, jigar olsin, beraman xursand qilib chiqaman. Kim qilyapti? Hali do'stim qilyapti, tinchlikmi? Allo. Allo do'stim. Xo'sh. Uyga yetib kel. Tinchlikmi? Uyga ketyapman. Xolam o'tib qoldi. Nima deyapsan? Hozir ketyapman. Jigar tezroq ketdi, uyga boraylik. Yo'lim to'sma yolg'on dunyo ketib olay oyin tavof etib olay to'xta ey xalq yetib olay tobut mingan onam mening hech topilmas donam mening. Shu video kimgadir ibratli bo'lgan bo'lsa, biz bundan xursandmiz. Siz ham ota-onangizni vaqtida qadrlang. Bir bormadim topib imkon